bersin, men to'layman. Mana podezimizni o'zimiz remont qilsak, monumentlarga shibionkalarni o'zimiz pulga sotib olib qilsak. Arizamiz umuman hech nima qilgani yo'q. Qo'qon shahridagi Postundos ko'chasidagi ko'p qavatli uylarda yashovchi mulkdorlarning Qo'qon davlat boshqaruv servis kompaniyasi faoliyatidan norozi bo'lib yo'llagan murojaatlariga asosan boshqaruv organida bir kunlik muddatli tekshiruv ishlari o'tkazildi. O'tkazilgan tekshirishda boshqaruv organi tomonidan mulkdorlarga umumiy hisobot yig'ilishlari o'tkazilmaganligi aniqlandi hamda tasarrufidagi Postundos ko'chasidagi 7-sonli ko'p kvartirali uylarning framugarli romlari ta'mirtalab kuz-qish mavsumiga tayyor emas holatda ekanligi aniqlandi. Ushbu aniqlangan kamchiliklar bo'yicha boshqaruv organi rahbariga majburiy ko'rsatma berildi hamda ma'mur javobgarligi to'g'risidagi kodeksi 159-moddasi 2-qismi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.